2-1 o'yinga start berilgan vaqt yetib keldi. Uchrashuv bosh hakamini ko'rdingiz, Dostonbek Rahmonov hushtak chaldi, o'yinga start berildi. Ruxsat bor. Tabadadze ancha nonliq, juda kuchli, yuqoridan o'tib ketdi to'p. Menimcha qo'yib qo'yarlik bor edi markazda, lekin to'p qoldi qo'qonliklarda. Shu bois ham bahs davom etadi. Markaz kuzatilayotgan to'p, zarba. To'xtaboyev darvozabon. Ancha qulay imkoniyat edi, yana bir bor ko'ramiz. Hujum davom ettirildi. Markazga yetkazib berilyapti Shahzod Akromov tomonidan. Tabadadze zarba nuqtasiga chiqib bordi. Zarbani balki bundan-da yaxshiroq amalga oshirish mumkinmidi? Menimcha ha. To'p nazorati mana endi. Boya aytib o'tgandim, qo'qonliklarda yaxshilanyapti deb olisdan berilgan zarba. Jamoa bosh murabbiyi esa Andrey Shipinov. Nega hech kim chiqmadi? Zafar Akromov. Xo'sh, Tabadadze chap tomonda variant bor. Uzatildi to'p. Juda qulay bo'lmadi, lekin davom etadi. Toma, zarba. Ustun yondan o'tib ketyapti. Bor ekan-ku hujum. Taqdir Tabadadze. Uraylikchi. Gadoyev o'ziga qaytardi. Tomaning zarbasi tegdimi rostdan raqib o'yinchisiga? Mana bu kadr balkim javob berar bizga. Yo'q, bu kadrda ham aniq aytish qiyin. Saqlab qolinyapti to'p. Xo'sh. Wow! Hozir hisobni ochmoqda 62-daqiqada. Men uzatmani kutgandim. O'ng tomonda Humoyun Murtazoyev ochilib kelayotganda, lekin o'zi zarba berishga qaror qildi. So'radi, afsayd yo'q edi. Hammasi a'lo va to'g'risi Humoyun Murtazoyev o'rtada yana narigi tomonda ochilib borayotgan boshqa Murtazoyevning o'zi bergan pas. Ergash Ismoilov olis burchakni aniq tarzda nishonga oldi. Qutqarishi mumkinmi edi Rahimjon Davronov? Ha. Bor edi shunaqa ehtimol. Qutqarsa bo'lardi balkim. Darvozabonga ham e'tiroz bo'lar. Sergey Lushan yaxshi kadr bo'ldi hozir. Qo'ldan sotilgan to'p. Zorba. Biroz avval zaxirada maydonga tushgan Farhodjon Sohibjonovning zarbasi qaychi uslubida samarasiz. To'bayev hozircha bexato o'ynayapti. O'zi uning darvozasi tomon berilgan aniq zarbalar soni ko'p emas. Javohirni sal keskinroq qarshi olishdi. Mashal futbolchilari oqibati to'pni egallashdi. Abdurahimov to'p jarima maydoni ichida, narigi tomonda to'p so'ralmoqda. Kamchilik bo'lib o'ynayotgan qo'qonliklar g'alaba qozonishganda Bunyodkorga qarshi bosdi. Mana bu ikkinchi gol bo'lishi mumkin. Muborakliklarda Ismoilovdan to'p chiqib ketdi. Mana bu xavfli zarba. Husanovning zarbasi hakamga hatto qo'l berib qo'ydi. Sariq ko'rsatganligi uchun bilib turibdi nimaga. Foul. Olisdan berilgan zarba. Straxiniya Bosakning sarig'i haqida hech kim o'ylamay qo'ya qoladi. Kontratyuk Igor. Hozir To'xtaboyev qanot hakamiga qarayapti. Menimcha yo'q. Salimovning to'p uzatishi.
himoyadan ham bormayapti. Himoyachidan borgan ekan, bu yerda hech qanaqa ofsayd yo'q edi. Qiziq, qadrli do'stlar, bizda 1-0 mezbonlar g'alaba qozonishmoqda, lekin narigi ikkita o'yin ikkinchi taymda bizdan ertaroq boshlandi. Imkoniyat bor. Zarba! Fayziyevmidi hozir? Tajribali Fayziyev qutqardi. Sherzod Fayziyev. OKMK safarda 3-2 hisobda g'alaba qozonmoqda. Ofsayd yo'q edi bizda. Mana bu lahzada oyog'ini qo'yish ulgurdi Sherzod. Tuxtoboyev. Bo'ldi tugadi, bahs tugadi. Mashal mavsumdagi ilk g'alabasini qo'lga kiritdi. Mashal birinchi bor joriy mavsumda 3 ochkolik bo'ldi. Mashal hali ham jadvalning eng tubida, quyida, lekin balki mana shu burilish nuqtasi bo'lishi mumkin.